Nokaut bilan Azizbek Temirov kecha Ryzen'da g'alaba qozondi, lekin ko'pchilik uni tanqid qilyapti. Avvalambor bu O'zbekiston MMA'si uchun katta g'alaba bo'lgan, O'zbekiston nomini yana bir bor ko'rsatgan g'alaba bo'ldi. Va butun MMA muxlislarini tabriklasa bo'ladi bu bilan. Shu bilan birgalikda Azizbek Temirovni albatta. Endi do'stlar, tanqid qilayotganlarga men detski til bilan tushuntiraman. Nima uchun Aziz ikkinchi zarbani berib yuborganligini. Bu tasavvur qiling, siz og'ayningiz bilan PlayStation o'ynayapsiz. Juda ham muhim o'yin. Ustingizdan kulgan yoki butun og'aynilar sizga qarab turibdi, "Sen zo'r o'ynaysan, yutasan" deb turgan og'aylarning oldida uni ustidan g'alaba qozondingiz. Emotsiyani tasavvur qilyapsiz. Bir xilla pult urib sindiradi, xursandchiligidan o'ynani urib sindiradi, sakraydi, televizorda uradi. Endi mana shu g'alabani emotsiyasini 1000 baravarga ko'paytiring. O'zingizni to'xtata olmay qolasiz. Endi eng asosiy sababi bo'lsa, nima uchun ikkinchi zarba berilgani? Bu atrabotkalar. Zalda trener qo'l ostida bu narsada shug'ullaniladi. Ya'ni MMA'da knockdown yo'q. Urding, yiqitding, urishing kerak. Yo raqib sudya to'xtatish kerak, yoki raqibni o'zi taslim bo'lishi kerak, yoki uxlab qolish kerak. Shu MMA'da mana shu qoidalar o'rgatiladi. Professional MMA'da. Shuning uchun do'stlar, bu narsani atrabotka deymiz. Ko'p tanqid qilayotganlar bu narsani bitta boshlaringdan o'tkazib ko'rsanglar, keyin tushasizlar. Va butun MMA muxlislarini, o'zbekistonliklarni tabriklayman bu g'alaba bilan.